Bu Xitoy zavodi Qashqadaryoga joylashgan, Kitob shahriga. Bu zavodda sement ishlab chiqaradi, shag'al, tog' toshlaridan. Juda ham katta. Ishlayman degan shofyor akalarimiz bo'lsa, bemalol kelib ishga kirsa bo'ladi. Ish o'rinlari bor. Akalar, ukalar, amakilar. Bu videomni qilishdan maqsad xalqimizga yordam bo'lsin deb qilyapman. Mana zavod. Men ham shu zavodda ishlayman. Shofyorman. Bu videoni ko'rgan akalar, ukalar videoyimga podpisatsiya bo'lib qo'yinglar. Yanada ko'p bundanda yangiliklar bo'lsa, ish o'rinlari bo'lsa, shu YouTube tarmog'ida, YouTube kanalida aytaman. Telefon raqamni opisaniyada qoldiraman yozib. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga omad.